Voy jinni jalab. Aka. Akajon. Shuncha gap chiqdi. Texas akani ko'rdimmi? Kavo я вижу. Shoh aka rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Mayda shunaqa urib tursangiz ham mayli. Ikkitaga rahmat. Jon sog' bo'lsin mehribonim. Ikkita Ne'matjon aka, uylaning aka, siz ham bir omsiking qani hayotingizga bir marta. 5x ga kiraylik. 5x aka, umringiz uzoq bo'lsin aka. 5x shoh aka 5x ga kiring. Bitta chiqqaningizda 5 barobar bo'lib ketadi aka. Doim ta'zimda tizzalar yordam sizga salom bering beradi. 2 bukilib akajon. Shoh aka 5x urib bering. Dushi mehribon aka. 5x kombo qilib shoh aka beringda. kiring aka. Texas aka. Bitta. Voy, urdi. Ikkita aka, urdi aka, bir round bering hatto bu ko'tvachchalarni. Diana o'zingdan ketma, o'zingni yirtib qo'yaman, ishon. Shot bilan gapirlaring. Men shot bilan o'tib ketibdi-ku. Shotingni oldin baland qilsa, shot so'ramasdan. Yana bulut qo'yib oldingmi? Texas aka rahmat. O'tmayapti, nimaga 5x'imiz ishlagani yo'q? O'zingga o'xshab teshik 5x. Voy. O'zingdan ketmayapsanmi? Diana mabodo? Ikkita gul. Ikki dona gul. WhatsAppga sen kirasan, men emas. Men WhatsAppga kirmayman, mana shu paytgacha kirmayman. 2 dona gul. Mansur aka rahmat. O'tdik. Nurbi aka rahmat. Bitta gul. Shunday xo'rlanadi O'ylab ketdik deydi. Setdagi gul yopan gap. Bugun amimdan qon kelgani efirimga ham ta'sir qildi. İçimga shayton kirib oldi ularga. Yillar rahmat. 2x ga chiqaylik, 2 qiz. Keyin lopiga, Musurka 206 shoting bilan kar qilasan davaki. Kel lopiga kel. Chiyam yo'q. Ichine borib ko'zlaringdan qarab bu qoqib ketadi. Cho'rasini sesham gapmi? Menga qarang. Siz undan ko'ra shot olingda keyin gapiring, bo'ptimi? Men shu yo'q shotim bilan siz emassiz. Qani yo'q shu yo'q nolda o'tiribsiz. Sizni ham kimgadir keragingiz bormi o'zi? Dobry aka, bitta nimadir urib bering jonim. O'ylaydim uni rasmchalari, voy joningdan, uchi. Dobry aka, buncha chiroylisiz aka. Xotin kerak emasmi? O'ynash bo'lsa ham farqi yo'q aka. Qarang, bunday chiroyli bola ekansiz. Siz rasmga tushirib oldim mana. Rasmga ko'rsatishga necha skrin qilib. Rostdan sapsariqqina o'zimga o'xshagan chiroyli krasavchikim o'zim. Nechtasini jonim deysan, bittasini o'sha, hammasini jonim. Dobry aka o'ylaykan, shu paytgacha bittasini ham jonim demaganman. Qo'taq deymaysan, hammani jonim deb yotibsan. Jinni jalab, ustingdan yozib beraman. Asnaqa erkaklarni or nomusini yerga toptayapsan oramni. Assalom o'zim, men hech kim jonim demaganman. Qaniga? 4-5 bilan gaplashar ekan Shahiy. Kecha eshitdim. Shahiy, uyalmaysizmi? Uyatsiz qiz ekan. Uyatsiz qiz ekan. Farmonda ekan. Borib yaxshiroq siktirmabsiz-da Qozog'istonga. Buncha Qozog'istonga yopishib olding. Kechadan buyon, o'tgan kundan buyon Menga qozoqlar sikkanmi? Qozog'istonda Qozoq. Men qachon qozoqni gapirdim? Kecha Qozog'istonga borib telefon olib kelding, $1000 pul olib kelding deb Qozog'iston ketgani yo'q-ku, jinni. Qayerga borib siktirdi u?
Qirg'izistongami, Qozog'istongami? Voy, Rossiyaga dalboyab. Yo'qolinglar. Mana Eldor Kazan qilgan bo'lsa- ishini qaranglar. Eldor Homidovni. Efirga kiyyaptim uni. Nimani? Nima edi? Vali ayiqchami, ashnaqani. Yam dalboyab. Mana. Nechta odam bor endi? Shuni nechta odam kuzatib o'tiribdi hozir? 80 ta. Bu ham menga o'xshab yo 7 oylik tug'ilgan, yo 11 oylik tug'ilgan. Voy, Bu ham bola tug'ilgan. Sog'imiz bunday o'ylab qarasam, Doktorlar qo'ldan sochib ketgan. sog'imiz yo'q-a, nimam de. Baba telefonga qarab gapiraverganimiz ham ta'sir qiladimi deyman-da. Qani bitta qo'shnim menga gapiryapti, men ketaveribman. Yo'q, dedim, bunaqa deb. Ne esimga tushib ketdi, u odam menga gapirayotdi, voy billah dedim. Hayolim ketib qolibdi dedim. Hayolim ketib qolibdi. 2x. O'zicha o'zingiz bilan o'zingiz gaplashadigan bo'lib qolar ekansiz, bilasizmi? Masur aka rahmat. Dilyopa u sikishmagan. Ruslar aka, unaqa kasal onangiz bo'ladi, jon aka. Turib qol, sani hayoling faqat shu narsa seksda emas ekanda. Bu hayotda seksdan ham qiziqarliroq narsalar bor. Kallingizga qo'taq kirib ketsin. Eng qizig'i seks u. Basharingizga sizga tupli qiladi hammalang. Shu gap uchun. Ulashlaringizga. Qizil massa hayotda ayolli sha'nimizga dog' tushirib, seks siz hayotda yosharasiz. Baxtli bo'lasiz. Sog'lom bo'lasiz. Kallangizga tushgan Dilyaxon. ko'zimga yosh keldi. Ya'layman. Hayotlaringda kimdir sizlarni yaxshilab sutganmi? Menga yarimtadan vlogni bering Dilyopa. Qoniqtirib sutgan odam bo'lganmi? Bo'lgan. Dilya aytib tutmagan. Demak, shu Dila silkanmi suyganmi? Dalboyab. Yo'q. Dilya, mana boshqalar ovozini bekitib qo'ying. Anlar yosh bilmaydi, sizga lekin maslahat. Siz birontasiga siktirsangiz boru mazza qilasiz. O'zbekistonliklarga, o'zbeklarga. Siz karish cho'choq ko'rgansizda asalan? Prosta mammalangiz bo'ladi, mammalangiz. Voy bila, lekin bu gapga qo'shilaman. Dilya, bitta narsada, deb berib mazza qilib bo'shalganmisiz? Mazza qilib bo'shalganmisiz berib? Beradigan savolingizga sizni berib gapirayotgan qarang, qo'taqni hurmat qilmasangiz, qo'taqda mazza qilmasangiz, bu dunyoda qo'taqqa yashayapsizmi? O'shada Dilyopa, yaxshi maslahat beraman. sen maslahatingga tupurdim, sen o'chir ovozingni. Dilya gazini bos. Rakim turib bering, mazza qilasiz. Rakim tursiz boru, Dilya, bunday belingizdan shotib bitta kirganda o'zi ham ko'zingizdan o't chiqib ketadi-da. Dilyopa. Dilyopa. Dilya baka birinchi marta turish ya. Eng zo'r sekiz immunitetni oshiradi. Dilyopa, mani eshitingda. Birinchi siktirayotgani Dilya, birinchi ikkita erkak olib kirsin bitta xonaga. Bittasi ko'tiga. Jamiki Yetishadimi senga? Voy bila. iltimos, zapravkaz bo'lsa. Shunday sikildim bugun. Bilaka rahmat. yo, Setaka nimadir urib beryapti, albatta. Endi Dilya, har kim bilan emas, yaxshi ko'rgan, o'zizga yoqqan odam bilan yotsangiz boshqacha-da. Qizlar, sizlarga odam Maychimga shayton ishlayapsizlarmi? Mani Diyana jalab, tinchlik bergan yo'q, jicha amol. Manjalaqini. Короче, istaylar. nima deyapti? Masalan, odam
qachonki yaxshi seks qila olmasa, to есть pastildan qoniqmasak, qoniqtirgan odamni istaydi, bilasizmi? Men hozir o'sha eslayapman-da, shuncha diliga maslahat beraman. Davay. Maslahatingga ham sani o'zingga ham. hali hoji aka aytdiki am yalasa ham sizga hozir aytib beraman sizlarga. 50 marta omni prokuratikasini almashtirdim pastdagi ham. Shunchalik qonunsiz ko'p kelam, Gulyopa. Men dashi deydi. X7 yaxshi olasizmi aka? Kamida bir yarim soat tikadigan, zo'riqtirib tikadigan, astarini chiqaradigan erkak kerak. Mana yarim soat bo'lsa zo'r bo'ladi. Yarim soatdan, конечно. Maza qiladi. Bilganingizdan keyin. Yo'q, 40 minutlab sitganmi hech sizlarnikidir? 40 minut chiqqan odam shunga ham ko'rmasam kerak. Hech kimdir sizlarni 40 minut sitmagan. Dori ichib yarim soat siktirganman. Voy jalab. Kim dori ichgan, senmi, umi? Manmi dori ichaman? Meni era doim chekib olib yotar edi ko'p hollarda. Chekib. Ha, o'sha siktirmagan uchun yarim soat dori ichib siktirgan. O'lgan ekansizlar. Avvalar Xotin qizlar sayeti qayerga qarayapti? Mahallaga yo'qqa qarayapti. Mana Diliyaga qaramasdan nima qilyapsizlar? Mana Diliya qo'taqsiz o'tyapti. O'rganib chiqinglar bunday. Sharmanda Gulyopa, sharmanda. Ikki ikiz. X7 aka, urib bering nimadir aka? Umrida bularni hech kim 40 minut. Og'aylar men mammamni ushasa yomon ko'raman. Ichib qolish kerak sani deydi. Dilyani qarayapti. Dilyani qarayapti. Qotib qoldi. Kimni mammasi chiroyli? Ochalasizlarmi? Ochinglar. Meniki chiroyli, meniki osib qo'ysanglar bular o'zinglarni. Voy jalab. O'zingchi ko'rgan odamlardan so'rash kerak. Bu yerda bo'lmasa hamma o'ziniki chiroyli deydi. Yo, menikini odam xalqlar chiroyli demaydi. Xalqimasa kishi aytadi-da, kim ko'rgan bo'lsa. Yo'q, kim Atirgul shaydosi, kim bir narsa shaydosi, kimgadir senikidaqa mamma yoqadi, kimgadir Dilyanikidaqa, kimgadir Shahidnikidaqa, kimgadir menikidaqa mamma yoqadi. Hammani ko'z har xil. Lekin balki men ko'kran ushlagan odam. Ertaga qaytib beraman. Bir kun bizda mahallaga bitta opa ko'chib ketib qoldi. Keyin bizda oshimiz bor edi, u opa ham qo'shilib oldi. 15 kunda bir osh navbatimiz bor. Yo Farg'onaga boramiz, yo Oqyerga boramiz. Keyin orada bitta ukaxonim ham shopir bo'lib qo'shilib oldi. Keyin osh opa menga yoqib qoldi, ko'kriklari zo'r ekan dedi. Keyin u mahalda men qishloq joyda domda turaman. Suvga chiqib qoldim. Keyin o'sha bola kelib qoldi. Dedi, kecha Hari opani sikuvdim dedi. Katta mamma ekan dedi. Mammasi ikki tarafga tushib ketib qoldi, dedi. Mana haqqa tushib ketib qoldi dedi. Nimaga desam, mammasi vashi kattaligidan deydi. Qo'ltig'ini tagida oqtarib yuribman deydi. Qaytib to'xtamadan Mana bitta gulbakon. o'tdik. Rost shunadi dedi. Uni mammasi vashi chiroyli turgan edi, bunday dikrayib. Jon aka, iltimos. Yangi oldim Jasur. Lekin Yangi oldim. Imkonimiz yo'qmi? Zapravka ayamay qani akamizdan qaytmasa xudodan qaytar onasini emsa. Bir Alloh yo'lida 3x ta uringlar, ashlarni yutaylik. Eskini ustiga $100 berib yangi almashtirdim. Yo'nkisi tushib ketgan ekan, 77 o'pagan ekan, 89 yo'nkisli oldim. iPhone-mi? iPhone 13 da 13 ga almashtirdim, 89 ekan yo'nkisi buniki. Askar aka rahmat. Meniki 77 bo'lib qolgan ekan. Pro Max oldim. Men katta narsa ishlatib yurgani qolganman. Katta qo'tog'am 7 kilomi?
Yo'q, men qo'taq yegim kelmaydi. Katta emas, lekin charchamaydigan qo'toq yegim kelyapti. Hayotda unaqasi bo'lmasa kerak. To'ydiradiganidan хочу. Katta bo'lmasin, lekin до конца yetarsin. Ayab o'tirmasin. Men просто kreditimni to'lab beradigan odam qidiryapman shu kunlarda. Kreditini to'laydigan odam deydi. X7 aka, onasini ko'tigasiga 100 talik uring qani aka. Kunim yalinish bilan o'tadi endi bu profilga. Kimdir bilan bitta kim? Kesmay bo'lgan. Menga bittasi 17 va'da qilgan edi. 17 olib beraman degan edi. U odam keyin avtohalokatga uchrab. Alloh rozi bo'lsin. Onasini esa hech bir bizga to'g'ri kelmayapti, 17 olib beraylik. Menga 17 kerak emas, menga potselo bersang xursand bo'lardim. 17 olib berganda siktirib yuborardim. 5-6 reys. Yo'q, potselo хочу. Roma kasbashdi. Qabilani buzmaydi. Baxtim ochildi, ochildi deb turgan edim, amiga tiqishdi. O'zim amimga tiqdimmi yo? Qaysi baxtingizdan bizga tikiz bilyapti? Ashida hojima deydi. Hoji ko'tiga tursiy olib kelsin. Hoji akam aytdiki, am bo'ladi dedi. Meni amni manetini yalagan erkak emas dedi. Meni tepasini yalaylar dedi hozir efirimda. Shuna dedi. Maneti yaxshi dedi. Pastdan kelib turib manetini dedi, o'ynab turib tilida o'ynasa dedi. Foyda qiladi. Meni pastga tushib ketgan bo'lmaydi dedi. Tepasini quli-qulisini yalasin dedi. Hoji akam hozir shuna dedilar. 2x o'rtoqlar, 2x. Nargizda assalomu alaykum. 2x. Voy, bular bulut qo'yib nima uryapti endi? Nargiza. Narsa ham kelgani yo'q, yolg'ondan bulut qo'yib o'tiribdi-da. Seva, X7 U taqa hey deysanmi, qo'rqib ketibman, nimadir ketdimi deb gandon. Gulyopa, men tarafda komment keldi. Ferganis degan yozyapti. Kelib yalab ko'rsatmabdi-da, deyapti. Nargiza. Yaxshi. Gulyopa. Ha, Men tarafda komment keldi. Kelib yalab ko'rsatmabdi-da, deyapti. ha, yo'q, kelib yalab ko'rsatib beraman, Guli dedi. Seni tilingda zamburug' bor ekan, doktorlar aytdi dedim. O'zi bergan. Chunki hamma odamning tilida zamburug' bo'ladi. Eng ko'p zamburug' insonning tilida bo'ladi. Bu til Elyor aka buyuzamiga olib kirib qulplab qo'yaman, oningiz ham shu yerda chiqasiz billa. Nima? Eng ko'p tilda bo'ladi zamburug'. Bu til aqa joylashmagan. O'sha zamburug' aqa o'tib ketadi, bu yomon bu narsa. Ana Jamshid deganinglar o'sha bolaga nima galereyasida turgan akami? yosh kattaroq odam. Lekin rasmi. Rahmat. Ko'rstingchinikini? Men efirdaman. Efiringga sike, seni 48 yildan beri efirimdan sen bitta gul tashlamaysan. Basharingga sike seni. Efirdaman, bir kelasan. 48 TikTok ochganimdan beri efiringdaman deysan. Bir ispitaniyaga gul tashlagan gul bering sadaraga endi. g'alati zino bilan. Jasur rahmat. Ana shu odam. So'raymizmi aka, nima bo'ladi o'zi deb. Rahmat. Salom amlar dedi. Naziraxon, rahmat. Lazzaka, X7 aka. Nazayu, 3x. Men to'ylarga bormadim. 3x. Sizga qiptimi sizni? 3x.